Bugun biz Andijon bog' shamoldamiz. 2 yoshni baxtli qilish uchun kelganmiz. Uzoq Farg'onadan Andijonga qarab 2 yoshni baxtli saodatli qilib 2002-yil ukamizni bo'ydoqlik safidan badara qilgani kelganmiz. Endi shu yoshlar bahona qachon ham kelardim Andijonga. Shu bahona kelib mana paqirchalar bor unda ko'rsalaring. Ko'ryapsizlarmi? Mana chet elliklar ham yuribdi aylanib. O'zimiz kelmaymiz lekin. Ashla paqirchaga chiqib bir alangiz kelib bo'ladi-da. Bog' shamol. Istirohat bog'i deyiladi, Bobur nomidagi. Bobur haykalining oldida bundaqa tarixiy obidalar. Qolaversa, o'sha orqa tomonda bunaqa paqirchalar uchadi. Qisini orqadan paqirchalar ko'rasizlar. Shu nariga eng tepa tomonigacha olib boradi. Kuzatib boring. Yoshlarni baxtli qilyapmiz. Hozir endi mana Bobur muzeyi ichiga kirib kelib bir aylansalardan bo'laveradi. Ukamiz ham mana Instagramda kuzatib turadi. O'rtog'ini badara qildik-a bugun. Andijonda ham mana dahshat to'ylar o'tkazyapmiz. Bo'lyapti aka inshaalloh. Kuzatib boring, shunaqa xudo xolasa chiroyli to'ylar, chiroyli joylarda aylanib yuramiz. Kuyov bolalar bog'xonasida.